Xazinem Torkul Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımızga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qattirmay, biz bilan aloqalashing. Ba'zilarning Angliya ishlarini horun deb ayblishi ancha odil emas. Balog'atga yetishdan burun ular o'z g'oyasini qo'g'lashidi. Balalarning qanday qilishidan qat'iy nazar, har bir ota-ona yetarli sharoit bo'lsa, ballarning o'zlari bilan birga turishni orzu qiladi. Oila a'zolarining inoq munosabati to'g'risidagi aniqlama har bir jamiyatda o'xshash bo'lmaydi. Aralıqning yaqin bo'lishi inoqlikdan derak bermaydi. Angliyaliklarning alohida bir tarafi shuki, ular qarshi tarafga mahkam yepishib olmaydi. Ular faqat boshqalarning bishiq kun tushganda yordam qiladi. Angliyadagi irqiy masalalar. Angliya hukumati as-sonliq millatlarning ehtiyojiga intayin ko'ngil bo'ladi. Irqiy kamsitishga munosabatlik bir ish yuz bersa, angliyaliklar nihoyat jiddiylashib ketadi. Aqtalliklar bilan g'ayri aqtalliklar birga turadigan maktab, ishxona degandek xizmat o'rinlarida kishilar irq masalasiga nisbatan sezgiri keladi. Burun jungoliklar asosan yemak-ichmak mulozimati bilan shug'ullanadi. Hozir ular pochta, transport, bank sohalarida ishlaydigan bo'ldi. Amaliyotda jungoliklar qarshi kayfiyat yo'q hisobda bo'lib, jamoatlararo irqiy to'qinishlarni yuz bermaydi ekan. Angliyaliklarning tarix, madaniyat, siyosiy portretini taltiks tasvirlab berish qo'limdan kelmaydi. Bu vaqtdagi munosabatlik materiallarni ko'rib kelib o'tib, Amerika filosofi Emersonning 19-asrning oldingi yarmidagi Angliya ziyorati diqqatimni tortdi. Yana rus pedagogi Konstantin Dmitrievich Oshniskiy 1824dan 1871-yilgacha yashagan bo'lib, bu kishining jamiyat tarbiyasidagi xalqchilik haqida degan asarining Angliyadagi jamiyat tarbiyasi bobi diqqatga sazovardir. Men bu ikki gigantning asarlaridan naql keltirish va zarur tepilgandagi ba'zi izohat orqali ingliz xarakteri to'g'risidagi fikrlik o'qirmanlarimizni turli yepuchiq ega qilishni arziydigan emgak hisoblayman. Aldı bilan bir pedagogning nazaridagi ingliz xarakteri va shu xarakterga asoslangan milliy ma'rif to'g'risidagi aytilmalarni ko'rib boqaylik. Angliya tarbiyasi uchun ilm maqsad emas. O belki xarakterini, odatlarni, fikr yurgizish holatini, haqiqiy aqsuniklarning qiliqlarini, arzu-armonni taraqqiy etkazadigan choralarning biridir. Ular fanniy faoliyatlarning kamchiligidagi ta'minlarga bizning ishimiz kitob yozish emas, odam barpo qilish deb javob berdi. Izohat. Nuqul ilm-fan natijasini qo'g'lashgan ma'rif ilmni jihatga aylantirib qo'yish xavfidan yiroq emas. Bunday ahvolda o'quvchi muayyan natijani sinov qilish vositasiga aylanib qoladi. Germanlarga o'xshash Angliya aqsoniklarimi yoshlikning eng yaxshi chog'larini klassik adabiyot ustida o'ltirib o'tkazdi va klassik adabiyotdan mustahkam, unutilmas bilimga ega bo'lib oladi. Lekin inglizlar klassik adabiyotdan germanlarga o'xshash tarix yoki falsafa o'rganmaydi. Balki klassik adabiyot tilining kuchlikligi va ochiqligini, iboralarning aniqligini o'rganmoqchi bo'ladi. Chunki klassik adabiyot o'zining til va iboralarining shu tarafi bilan farq qiladi va shular bilan ingliz tilidagi mantiqining tashkil bo'lishiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Klassik yozuvchilarning ba'zi bir iboralari parlament natiqlari tarafidan har qachon naql keltirildi va tarjima qilishni talab qilmaydi. Izohat. O'zining til va adabiyot jihatdagi an'anasidan ayrilgan ta'lim-tarbiya milliy ruh va milliy ongdan mahrum bo'lgan nodavon ta'lim-tarbiyadir. O'zidan 30 nechasi cho'ng territoriyaga ega bo'lib, kun patmas imperiya deb nom olgan bir orol xalqidagi kuchni uning o'z til adabiyotiga tutgan muomalasidan ayirib qaraya oldik. Nasihat ahamiyatlik. Ko'rsatilgan ulga uningdan ahamiyatli, lekin hammadan muhimi rahbarlikdir, deydi Angliya pedagogikasi. Xalqning xarakteri qanday bo'lsa, uning tarbiya xarakteri shundoq. Izohat. Boshqarish usuli, ideyasi, hatto boshqaruvchilari o'zidan bo'lmagan xalqda o'zining haqiqiy ma'rifi bor deyishga bo'lamdi. Qani filosof Emerson inglizlar haqida nima degan? Angliya bog'chaga o'xshaydi. Kulrang ufuq ostidagi etizlar xuddi qalamda sizib qo'ygandek. Agar millatning talontin o'lchaydigan umumiy o'lcham bor deyilsa, o o'lcham muvaffaqiyatdir. Agar dunyoda 1000 yil mobaynida muvaffaqiyatga erishib kelgan davlat bor deyilsa, bu dal Angliya. Angliya o'zining madaniyati, farosati va havas ishtiyoqlarini boshqa barliq davlatga singdirdi.
Ular inglizlarning qarashicha hamma ish logikaga uyg'un bo'lishi kerak. Agar favqulodda zo'r bir shafqat osmondan tushsa, bu logikaga uyg'un bo'lmasa, inglizlar qabul qila olmaydi. Go'yo bu shafqat ularning o'z natijasini ko'mayotgandigidek. Ularning g'ururiy sabab-natija munosabatiga bo'lgan ixlosi, realistik logikasi, vositasi va nishonning birligi ularning hozirgi zamon dunyosiga rahbariy o'rnini belgilagan. Bu millat bir tarafli malda amaliyotchilikka berilib ketgan. Agar ular xo'shallik izlamoqchi bo'lsa, xizmat qiladi. Ular obro'y, diniy hissiyot va qandoqdir g'alati bir xiyol uchun qon to'kmaydi. Ular boylik va boylik bilan o'lchanadigan huquq uchun inqilob qiladi. Ular indiyalardek jang paltis usuliga havas qilib ketmaydi. Fransuzlardek orden va shon-sharaflar berilib ketmaydi. Inglizlar faqat o'z xizmatini qildi. Maosh uchun tirikishadi. Agar siz uning maoshiga, kalasiga, huquq manfaatiga yoki dukuniga tegib qo'ysangiz, u siz bilan qiyomatgacha elishadi. Büyük qonun, zastatilla atirti, jismoniy qo'g'dinish huquqi, xon jamiyati sud mahkamasi, parxo'rlik biji, papa tuzumi, mustamlika, Amerika inqilobi deganlarning hammasi faqat erkin ozoda tomoq yeyish uchundir. Biroq buning chekilmaslar inglizlar boshqa ishlar uchun g'azablanib ketmaydi. Ular Injil, odat qonuni, Shekspir, Bacon, Milton, Pape, Yak, Cooper, Burns va Scottlarning asarlaridan naql qilib so'zlashadi. Albatta, Angliyani tushunishning eng yaxshi yo'li u yerning xalqlari bilan yuzturan holda ish va faoliyat birligiga ega bo'lishdir. Dunyoni faqat gazet va televizor tashviqotiga tayinib tushunish ehtimol nazarimizni to'qilma bir dunyoning sehriga tushab qo'yish mumkin. Bu dunyoda sizning muhaqqingiz bor. Siz hozir nada? Globusni o'ngda turib pirqiritib biqing. Odam atining bolalari. Bu kunlarni biz insonlar orasida aylantirib turamiz. G'albini ba'zan bir to'pqa, ba'zan yana bir to'pqa nisb qilamiz. Bu haqiqiy mu'minlarni ayirish uchundir. Qur'oni Karim sura Al-Imron 140-oyat. Yaqlar etek bo'ldi, eteklar yaqa, daraxti yuriydi, quyruqi yo'q paqa. Uyg'ur xalq maqoli. Hargiz millat davlatni hosil qilmaydi, balki davlat millatni hosil qiladi. Mussolini, Italiya. Yat iqlimlarga borganda tabiatning rangdorligini, jamiyat va urf-odatlarning xilma-xilligini, bir-biriga o'xshamaydigan siyosiy tuzumlarni ko'rish va his qilish fursatiga ega bo'lamiz. Shuning bilan o'zimizni boshqalarga silishtiramiz, o'zimizdagi nuqsonlarni, boshqalardagi afzalliklarni bayqaymiz. Natijada o'zimiz haqidagi tushunish subyektivlik va bir taraflilikdan amaliylikka qarab cho'nqurlaydi. O'zimiz haqidagi diagnoz amaliy bo'lgan sari illatlarimizni keskin tanqid qila olamiz va o'zgartira olamiz. Xislatlarimizni mukammallashtirib ko'paytira olamiz. Vaholanki chet elga chiqish va sayohat qilish bir joyning go'zal manzarasiga mabdum bo'lishdan iborat emas. Yuzaki odamlar go'zal manzaraga va halovatli turmush usullariga, afzal ijtimoiy tartiblarga mas bo'lish bilan o'zini yo'qotib qo'yish mumkin. Hatto ular ashunday rohatli turmush muhitining o'zlarida bo'lmaganligidan hasratlanish mumkin. Az to'la fikr qilish qobiliyatiga ega kishilar tabiatning go'zalligi va jamiyatning afzallik orqali ma'naviyatini g'idiqlab, dunyo va hayot to'g'risida, insonning qadr-qimmati va burch to'g'risida azdir-ko'pdir o'ylanib, o'zlarining yashash muhitini o'zgartirishga kuchining yetishicha urinib ko'rish mumkin. Qanday bo'lmasin, tabiatning go'zalligi yaratuvchining katta bir asari sifatida insonning tabiatiga xushlik ilib kelib, jamiyatning nabob taraflari keltirib chiqargan ma'naviy jarohatlarni amlaydi. İnsanның yürəyi istiqiylik aldiki örlük tamazını salıdı. Oxşamagan jamiyatning siyosiy, ijtimoiy odatlari odamni oxşamagan madaniyatga nisbatan keng qursak, uchuq pozitsiyaga da'vat qiladi. Uyg'urlar o'z davrida o'z muhiti va atrofiga nisbatan keng nazar doira etilgan millat edi. Orxun abidlariga qarasak, qo'shni ellarning mijoz xulqi to'g'risidagi ro'shan antropologiyalik fikrlarni uchirtamiz. Mahmud Qashqari o'z xalqini ayni zamon jahon hokimiyatining sohibi bo'lmish arab ellari bilan parallel qo'yib tasvirlaydi. Yusuf Qasajib Uyg'ur g'oyivi jamiyatining andisini qurib chiqqanda tafakkur xurujlarini Yunan, Iran, Turan territoriyalar bilan beyitdi. Buimiz Mirza Muhammad Haydar Gorakanining tarixiy rashidi asridan jahon xo'jayinlik g'ururi bilan oyoq bosgan shir yurak ajdodlarimizning ot ustidagi javlonini ko'ra olamiz. Zahiriddin Muhammad Boburmu Boburnoma degan asrida Miravun Nahir, Kashmir, Hindiston dalollarining taqdiryolari va gulgiyohlarini zo'q-sho'q bilan tasvirlaydi. Ular dunyo hodislari orasida aqli lol bo'lib, o'zlarini yo'qotib qo'ygan emas. Balki dunyoga bo'lgan xo'jayinlik hissiyoti bilan mag'rur yashab, boshqalarning aqlini lol qildigan ishlarni qilgan edi.
Biz yuqorqilarning asarlaridan o'zimiz va qo'shnilarimiz haqidagi nurg'un qimmat ma'lumotga erishimiz. Uyg'urlar mayli irqiy xususiyat jihatdan bo'lsin, mayli din va adabiyot nuqtasidan bo'lsin, dunyoviy tanglikka ega bir xalq. Biz bu xalqning umumiy tarafini insonshunoslik va madaniyatshunoslik nuqtasidan tushunmoqchi bo'lganmiz. Biz allaburun odatlanib ketgan tar rayon tafakkuridan xalqib chiqib, xalqaro kenglikda o'zimizga nazar solishimiz kerak. Bizdeki Orxon abidilari, Türkiye dillar divani, Qutat Qobilik, Tarihi Rashidi, Babırnama dünyani tushundirish xarakteridagi jahannama adabiyoti o'rnaklardir. Hozir biz davatgan sayohat adabiyoti texmi keng ma'noda jahannama adabiyoti deyilsa muvofiq bo'ladi deb qarayman. Yuqoriq asarlarda ajdodlarimizning o'zlarining yashash muhiti, atrofidagi xalqlarning tabiiy va ijtimoiy holati to'g'risida real tunish hosil qilib, bexudlik va g'aflatdan yiroq yashganligini bilalaymiz. Afsuski, mushundoq esil an'ana va butkul tariximizda talay qatim o'zlib qolgan. Yetarli fursat bo'lmagan ahvol ostida jahonning qisman tarafiga g'ilpal bo'lsa-mu nazar soldim. Ta'sirotlarimning yuzaligi aniq. Lekin fikri yerismanligim qaynab turdi. Tabiiy holda o'zim tava top bo'lgan Uyg'urlarni ko'rgan va tushungan xalqlar bilan silishtirib, ma'lum yakunga ega bo'ldim. Bu yakunlarni nazariya jihatdan qiliblashtirib ko'rsatishda bizdagi ilgari bu haqda bir qism ilmiy amgakni o'ttirg'i chiqargan odamlar bor. Biz ularning qarashlariga murojaat qilish orqali o'qirmanlarimizga tafakkur yeb-uchlarini beramiz. Millatlar va ularning xulqi haqida yozilgan kitoblar talay. Biz ularning hammasidan gap ocha olmaymiz. Men faqat o'zimning aqliy xotiramdan o'rin olgan ba'zi fikrlarni hadiya qilay. 10 yil ilgari Liming ismli bir xanzo olimning Odamiylik sual nomli ikki qismli kitobini ko'rgan edim. Angliyaga ziyoratga chiqib, ingliz millatining etnik xususiyati haqida o'ylarga patqanimda Liming apandining kitobidagi qarashlar esimdan kechdi. Bu yerda esimdan kechgan ash fikrlarni o'qirmanlarimdan ayamaslikni loyiq topdim. Liming apandi kitobida Jonghua, ingliz, Yahudi millatlarini o'zaro silishtirib, ularning tarixiy va madaniyatini odamiylik nuqtasidan tekshirdi. Kitobning qo'shimcha mavzusi Jongo g'arb madaniyatining tarixiy taqdiri bo'lib, avtorining bayon qilishicha, Amerika irqshunoslari jongoliklarning Shimoliy Amerikaga ko'chib berishni cheklagan ekan. Buningga ilmiy asos tepish uchun ular Mo'g'ul va Jongo irqlarining ming sig'imini tekshirib, ularning ming sig'imining ingliz va amerikaliklarninkidan tufan ekanligini bayqagan hamda Amerikadan iborat go'zal jannatga ularning kirishini mani qilgan. Ammo Mo'g'ul irqiga tava bo'lgan yaponlarning 20-asrda bosh ko'tarishi irqshunoslarning yuqori nazariyasini ag'dirib tashlagan. Bu orqali avtor bir millatning ijtimoiy taraqqiyotiga belgilaydigan kuchli omil xarakter, undan qolsa insoniylik, undan qolsa irq deb hukm chiqardi. Buningdan ma'lumki, insonlarning irqiy sifati barobar, ularning aqliy sifati aqlni ochadigan jamiyatning xarakteri bilan munosabatlik. Bu hukm Koreya Donsyu universitetining professori Jang Shingwan apandining raqamlashgan jamiyatda yashash parasti nomli kitobida ko'rsatib o'tgan buni bayon bilan birdek. Newton jurnalida DNA'ga oid qiziqarli bir doklad e'lon qilingan. Dokladda deyilishicha, DNA'ning tipi ikki xil bo'ladi ekan. Biri long L tipliq bo'lib, aktiv, ijodiy va muqimsiz bo'ladi ekan. Yana biri short S tipliq bo'lib, konservativ, nervi tushlik muqim bo'ladi ekan. Odamlarning geni 3 xil bo'ladi ekan. S tipliq, L tipliq va LS aralash tipliq. L tipliq odamlar ijodchan bo'ladi ekan. S tipliq odamlar asildikisini saqlashga moyil bo'ladi ekan. Aralash tipliq odamlar mo'tadil bo'ladi ekan. Amerikada L tipliq odamlar 30%, aralash tipliq odamlar 50%, S tipliq odamlar 20% ekan. Yaponiyada bo'lsa L tipliq odamlar 1.9%, aralash tipliq odamlar 30.1%, S tipliq odamlar 68% ekan. Bir jamiyatda L tipliq odamning ko'p bo'lishi shu jamiyatning ijodchan islohot ro'yiga boy ekanligidan darak beradi. Genshunoslarning ma'lumoticha, genning 50% irsiyatdan bo'ldi ekan, 50% ma'rif va ijtimoiy muhit bilan munosabatlik bo'ldi ekan. Demak, bir jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi ilg'or ma'rif afzal bo'lsa, shu jamiyatda ijodchan gen ko'payadi. Bir jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi qaloq ma'rifi nachar bo'lsa, shu jamiyatda qatmal kalva odamlar ko'payadi. Qiziqarli shuki, hokim o'rnida turayotgan qavmlarning ayrim sarxillari boshqalarni madaniyatsiz qaloq deb cho'kirishga amroq bo'ladi. Bu hal tarixda takror ko'rilgan masala bo'lib, hatto ayni vaqtda boshqalarning kamsitishdan qaqshig'anlarmi azroq qad ko'tarib olsa, ko'rgan kunlarini unutib ketadi.
Liming Apandi odamiyat, mansab, bozor, aqida qatorliq qimmat qarash ko'rsatkichlarning tutash chambarlarida harakat qiladi deb qaraydi. Huquqqa erishish va huquq orqali ustunlikka erishish inson tabiatidagi xohishlarning biri bo'lib, buni Liming Apandi huquq xohishi deb atagan. Huquq xohishida buyruq bilan bo'ysunish tang mavjud. Huquq xohishining aqlani yo'li adolat, haqqoniyat prinsipini cho'ridib, ko'p sondagilarning amilligini kafolatlantirish. Huquq xohishining aqliga yot yo'li o'z ko'michiga cho'g' tartish bo'lib, saxtapazlik, makkorlik, qizil ko'zlik, rahimsizliklar yo'rg'ildi. Payda izlash insonning yana bir tabiati. Bozor dal ashu payda izlash xohishini qanoatlantiradigan soha. Bu yerdagi bozor nuqul aldi savdo faoliyatini pul tegishish, tovar almashtirish qatorliqlarni ko'rsatmaydi. Balki u inson bilan tabiat o'ttirisidagi moddiy aloqani ko'rsatadi. Egiligini erkin tanlash, ijod qilish, bir-biriga tayinish, hamkorlashish, o'z foydasini izlash orqali butkul jamiyatning foydasini ilgari surish bozorning asosiy ro'yidir. Bozor huquqning qonun kapolati ostida o'z uchun bexatar muhit yaratadi. Ham o'zidagi iqtisodiy qonuniyat orqali huquqning ziyoda kontrolligiga chek qo'ydi. Bozor yana nisbiy mustaqil iqtisodiy kuch bilan insonlarning aqida, hissiyot xohishlarini himoya qiladi. Huquqning ashaddiy tizginlashdan saqit qiladi va o'z navbatida aqidadan aql, farosat va ruhiy kuch oladi. Aqida insonlarning ma'naviy qimmat izlash tabiatiga qaratildi. Inson seg'inish, cho'qinish, qo'rqish, xushal bo'lish, nafratlanish, rahim qilish, e'tiqod qilish tabiatiga ega. Bular iloh, tabiat, jamiyat va odam qatorliqlar markazlashidir. İlohiyat, metafizika, falsafa va fanlar insonlarning ma'naviy qimmat xohishlarining samaralaridir. Aqida ma'naviy qimmat kishilarga chinlik, yaxshilik, go'zallikning o'lcham prinsiplarini ta'min etadi. Jungo bilan G'arb insonning tabiatiga o'xshamagan yakunlarni bergan. G'arb insonning asli tabiati razil deb o'ylab, izchil qonun tuzum islohot ilib borgan. Jungo insonning asli tabiati yaxshi deb qarab, bir qator yusunni ishlab chiqargan. Feodal xonlarning ra'yini cho'rigan bir qator qoida yusun qonunning rolini o'tagan. G'arb qonunlari hukmron bilan xalq o'rtasidagi kurashning mahsuli. Jungoning qonun bo'lsa, hukmronning xohishining mahsuli. G'arbda odam bilan odam o'rtasidagi munosabatning yusuni Xudo oldidagi barobarlikni negiz qilgan. Jungoda odam bilan odam o'rtasidagi munosabat podshohning maylini negiz qilgan. Liming Apandi jungoliklarning uzoq tarixiy jarayonlarida ifodalagan xususiyati bo'yicha jungoliklarni huquq millati deb qaragan. Uning qarashicha Konzi aqidasi bir turlik huquq falsafasidir yoki bir turlik huquq madaniyatidir. Konzi aqidasi yaxshi orzularga ega bo'lsa-mu, hech qachon hukmronlarning axloq o'lchamiga aylanolmagan. Tarixdagi hukmronlar Konzi aqidasini o'zlarining rahimsizligini yepish uchun qo'llangan. Fuqarolar Konzi aqidasi bo'yicha hukmronlikni Tangrining arkisi va himmati deb tushunib kelgan. Ular kurash qilib jamiyatni o'zgartirishning o'rniga xon podshohlarning shafqatiga erishishni umid qilib kelgan. Jungo klassik adabiyoti Subuyda degan asaridagi Songjang tipik bir konzuchi bo'lib, 108 nafar isyonchi bosh bo'lishdagi tut maqsadi Song sulolasining zolim va chirik podshohining rahimdilligini qo'lga keltirish bo'lgan. Jungo tarixidagi shuncha uzoq 2000 yilda tuzuk bir ijtimoiy islohot bo'lmay, birlikka kelish va bo'linish va birlikka kelish, gullanishning o'rniga malmonchilikni tuzashni qo'yish kabi takror hadislarning yuz berishi Dalxon podshohlarning cheksiz o'zbishimchiligidan kelgan. Bunday o'zbishimchilikni cheklaydigan amal choralar tepilmay kelgan. Shuning bilan kishilar ultursi qopsa mansabdor bo'lib tushaydigan bo'lgan. Huquq hech qanday chekilmaga uchirmaydigan xususiy mulkka aylanib, qalaymaqon ishlatilgan. Cho'ng-kichik huquqlardan tuzilgan huquq piramidasining uchida podshoh turdi. Piramidaning har bir qavatidagi mansabdor tu'ndagi qatlamga nisbatan bir podshoh. Urug' tuqqanlar aro manfaat yetkazish qurolga aylanib ketgan huquq mexanizmi huquqning ta'tir funksiyasini qadam-qadam oshirib borgan. Hamma huquqni markaz qilgan, hamma huquq uchun xizmat qilgan. Bundaqcha aytganda, Jungo g'oyat zo'r huquq maydoni bo'lib, bozor va aqidalar ig'ir darajada huquqlashtirilgan. Bundaq izchil tarix jungoliklarning huquqni cho'ng bilish xarakterini shakllantirgan. Demak, jungoliklarning taqdiri jungoliklarning xarakteriga aylanib ketgan. Natijada jungoliklarning kishilik xarakterida huquqqa oid o'zgacha omillar shakllangan. Musbat omillar: birinchi, huquq asabiyligi. Prinsip surishtirmay, ifoda surishtirish, huquqiy barning gapi yo'lliq bo'lish. Ikkinchi, so'z bilan harakati birdek bo'lmaslik, deganni qilmaslik, qilg'inni demaslik. Liming Apandi ko'zchilarning klassik dasturi hukmronlarning yolg'onchiligining quroli bo'lib kelgan deydi. Uchinchi, ideyani bo'g'ish, hasad bilan odam o'ldirish. Bu jihatdan Sichuanlik Li Zongwu o'limaning mamlakatning ichi sirtidagi Junxo millatining olqishiga erishib, qayta nashr qilinayotgan Badniyatlik ta'limoti degan asaridagi ayrim qurlar qarab baqsaqlik kifoya.
Azimatlarga aylanib nom chiqarishning yo'li badniyatlik deydi Lezongu o'lima. Uning qarashicha savzal o'tib ketgan qora niyat ekan. U maqsadiga yetish uchun ishkilanmay odam o'ldirgan. Jahondagi odamlarga men vafosizlik qilsam bo'laverdi, lekin odamlarning menga vafosizlik qilishiga yo'l qo'yilmaydi degan so'z savzal va savzavchilarning mashhur gapi. Liu Bei qilinliqda dong chiqargan ekan. U hili savzavga, hili Lubuga, hili Liu Biaoga Yeli Sunchuanga yo'lib yashagan, har tarafga qatarab boshqalarning xonasidan panohlangan, buningdan qilchim xijil bo'lmagan. Liu Bei yig'lashga usti bo'lib, ta'sislarni yig'lab hal qilgan. Shunga kishilar Liu Bei yig'lab turib shahar oladi deyishidi ekan. Sunchuan qora niyatlikda savzavga, qilinliqda Liu Beiga yetmasimi, har ikkisi bor bo'lg'achqa qahramon bo'lib tunilgan. Jogolyan talantliq bo'lsa-mu, qora niyatlikda Simoyiga yetilmagachga, Simoyining zaminini ololmay o'lib ketgan. Manbi omillar. Birinci itoatmanlik va qulluq, ikkinchi oson ishonish va xurofiylik, uchinchi bekinmichilik, passivlik va qadimparastlik. Shuni eskartmay bo'lmaydiki, huquqparastlik faqat jungoliklarning milliy xarakteriga taalluq bo'lgan xususiyat emas, balki u har qanday millatda o'zini ko'rsatadi. Bu jihatda Chingizxonni, Timurlanni, Stalinni, Chaushesku'ni, Pinochetni, Kim Jong Ilni o'ylasaqla kifoya. İnglizlar deydi Limon apandi. Milodiya 17-asrdan keyin izchil turda bozorni o'z ijtimoiy faoliyatining negiziga aylantirgan. Buningda hamma iqtisodiy nafga yuzlangan bo'ladi. Huquq sohasidagi kishilarning iqtisodiy odamlarning ta'siriga uchraydi. Davlatni idora qiladigan asonliq siyosiy guruhlar asosiy qonunning butkul xalq qatnashgan saylamdagi ovoz sonining ommaviy taratqular, gazet, jurnal, radio, televiziya tor bekatlarining cheklamasini qabul qiladi. Jungodagi qonunlar xalq podshohlarining xalqni idora qilish irodasini chiqish qilib tuzilgachga idora qilinuvchilarning odamiylik layoqati va ehtiyojini qilch o'ylashmagan. G'arbning qonunlari diniy ahkomlardan to'ralgan. Parvardigor oldida podshoh bilan fuqaro barobar bo'lish nuqtai nazarining ta'siriga uchrag'achqa inglizlar mutlaq hukmronlikqa mutlaq bo'ysunib o'tishdek taqdirdan saqit bo'la olgan. Xristian dini Angliyaga milodiya 6-asrda kirgan. Ayni vaqtdagi Angliya anglo-saksonlarning kichik xonadonliklaridan tuzilgan bo'lib, xristian diniga kirish ayni vaqtdagi feodal hukmronlarning manfaatiga uyg'un bo'lgan. Diniy huquq bilan podshohlik huquqining ayrilishining feodal aqsonklarning o'rnini himoya qilishda yordam bo'lgan. Milodiya 11-asrda Normandiyalar Angliyani istilo qilgandan keyin William I butkul mamlakatdagi terilg'i yerning oldidan birini o'ziga qoldirib, eng cho'ng zamindor bo'lish bilan fransiyalik tuqqanlarga yer taqsimlab feodal tabiiy tuzumini barliqqa keltirdi. 13-asrga kelganda podshoh John Aqsonklar va Ritsarlardan tuzilgan cho'ng kengash 1215-yili iyunda tuzgan buyuk qonunga imzo qo'yishga majburlanib, iqtisodiy bozor huquq bilan siyosiy huquqning tirkish sahifasi boshlandi. Bu buyuk qonun g'arb tarixchilari tomonidan Angliya erkinligining ul tishi deyildi. 1343-yili Angliya parlamenti yuqori dindorlar va aqsonklardan tuzilgan va tuvan ritsarlar va shahar puhralari vakillari palatalarga ayrildi-da, podshohning huquqi yana bir qatim ilgirlagan holda cheklandi. Xristian dinida namratlik bilan hurulliq ma'nodash qarilib, boylik yaratishga rag'batlantirildi. Max Weberning protestant dini bilan kapitalizm ro'yini bog'lab tushuntirishlari ilm ahllarining diqqatiga alohida sazovardir. Bozor kapitalizmning foyda munbiri, raqobat va hamkorlik, ochko'zlik va shaxsiyatchilik bozorining yomon sifatli xarakteri. Amerikalik jamiyatshunos David Reisman yagona top The Lonely Crowd degan donglik asrida tipik bozor xalqi bo'lmish amerikaliklarning xarakteri ustida analiz yurgizgan. U g'arb jamiyatining taraqqiyot yo'li bo'yicha 3 xil ijtimoiy xarakterni yakunlab chiqqan. Birinchi an'anaga moyil tip. Bu tipdagi insonlar to'pi urf-odat, qoida-yo'sin bo'yicha faoliyat qiladi. Bundaq jamiyatning harakati nomusni yadro qildi. Ota-bobolarning boturligi va shon-sharbidan faxrlanish, san'atni birdan-bir boylik hisoblash, qoida-yo'sin qo'g'lishish qatorliqlar bu xil to'pdagi kishilarning asosli qimmat ko'rinishi bo'lib qoldi. Ikkinchi ijtimoiy tip. Bu tipdagi kishilar g'oya, e'tiqod uchun yashaydi va e'tiqod uchun kurash qildi. G'urur, vijdon, maslak deganlar bu xil odamlarning turtki kuchi bo'lgan bo'ladi. Yot moyil tip. Amaliy manfaatga erishish, moddiy ehtiyojlarni qamdash, planliq va maqsadli holda munosabat qilish, nishonga yetishda shaxsiy qimmat qarashdan shartlik chatnash qatorliq xarakterlarda ko'rildi. Ular din, oila, nasab, shajara qatorliqlar bo'yicha o'zini boshqalardan tartib yurmasdan, boshqalar bilan kengashish va sig'ishish asosida ko'proq material boyligiga erishishni xohlaydi. Boshqalarni boshqarishning o'rniga hamkorlashtirdi.
David Reisman Amerikalıqlarning xarakterini 3-chi xil tipga kirgizdi. Uning qarashicha Amerikalıqlarda an'anaviy va yorqin diniy moyillik kam. Urug' tuqqan surishtirishni cho'ng bilmaydi. Ular pragmatist, foydachi bo'lib, fursat barobarlikni tashabbus qiladi. Uyg'ur jamiyati 20-asrning 90-yillardan boshlab Dali Karnik, Napoleon Hill, Ogmandino qatorliq utuqshunoslarning asarlari bilan orqa-orqadan yuz ko'rishdi. Burjua xarakterdagi murassam madorichilik ideyalari Uyg'ur yoshlarig'imi ko'rinarlik yo'qdi. Maslak, maydon, aqida surishtirmay foyda izlash yoshlardan xeyli ko'pining qimmat qarish bo'lib qoldi. Vaholanki ular an'anaviy mayil tipdagi zo'r ko'p sondagi xalq bilan qanday ichki munosabat qurishni amaliy hal qilib bo'lolmadi. Bozor insonda o'ziga loyiq xarakterini yetildirdi. Masalan, pulni cho'ng bilish. Bu jungoliklarning huquqni cho'ng bilish xarakteri bilan bir silishtirmani hosil qilgan. Bu hal rus shoiri Pushkinning bunu misralarini esimizga soladi. Hamma narsa meningdir, dedi zar. Hamma narsa meningki, dedi xanjar. Zar dediki, barini setib olaman, xanjar dedi, barini taratib olaman. Mana bu sharq hokim mutlaqligi bilan g'arb pul mutlaqligining dialogi. Tarixda bu ikki xil mutlaqlik bir yerga kelgan ishlatdilar. Navbatdagi tarixmi uningdan mustasno emas. Bozor yana foydani cho'ng bilish bilan xarakterlandi. Bu huquqning makorlik xususiyati bilan silishtirma bo'ladi. Bozorda saxtalik oqmaydi. Vaholanki saxtalik huquqning ehtiyoji bo'lib qoldi. Qo'rqitish, aldash, yolg'on so'zlash huquq sahnasida bo'lib turdi. Hatto huquqsiz xalq diktatorlarning sapsatisini haqiqat deb maqtashga majbur bo'ladi. Bozor yana erkinlikni shart qildi. Agar kishilar kasb tanlash, iyilik tiklash jihatdagi erkinlik kafolati bo'lmasa, haqiqiy ma'nodagi bozormi bo'lmaydi. Fursat oldidagi barobarlik, xususiy mulkning qo'g'dilishi, iqtisodiy huquqqa, homiy siyosiy huquq qatorliqlar bozorni bar qilib turdi. G'arbda saylam huquqi, gap so'z huquqi, axborot va nashriyat huquqi, munosib holdagi qonun tuzish huquqi, ma'muriy huquq va adliya huquqi qatorliqlar erkinlik va kishilik huquqning asosli elementi bo'lib keldi. Hayot menga hammadan qimmat. Hayotdan muqimmat muhabbat. Va lekin kechiman har ikkisidan erkinlik, hurlik uchunla faqat. Vengr shoiri Pitofinning bu she'ri 4-may harakatining oldi keyindagi jungo yoshlar uchunmi qizg'in hayajonli xitob bo'lgan edi. Rahatparastlik, ilm-fan va man markazchilik qatorliqlarmi bozorning hayotiy kuchini oshiradigan omillarga aylangan. Boshqalarning nupuziga tayanma, o'zingni hukm qilish iqtidoringga ishon. Mana bu g'arbliklar o'rtaq xitob. Liman apandi aqid e'tiqod xohishi xususida so'zlaganda tipiklashtirib yahudiylarni misolga oladi. U g'arb madaniyatining ma'naviy turik sifatida diniy aqida, aqliy tafakkur, logika, qonun, plan, tartib, ilmiy tajriba qatorliqlarni ko'rsatadi. U bularga munosib holda jungoliklarda sistemlik diniy e'tiqod yo'q, faqat ajdodlarga sig'inish va arvohlarga atab nazar qilishlar bor deydi. Liman apandining qarashicha, din yahudiylarning simvoli. Dunyodagi yahudiylarda o'rtaq qon, o'rtaq til, o'rtaq yiziq yo'q. Faqat Isroiliya yahudiylaridan o'lgan yiziqni tirildirib ishlatishga muvaffaq bo'la olgan. Amaliyotda butkul dunyodagi yahudiylarning kimligini sug'urib kelgan narsa o'rtaq din. Bu haqda ingliz shoiri Byron yahudiylarni butkul tarixiy taqdirini bir parcha kitob Tavrat bilan bir uy ibodatxonaga markazlashtirgan millat deb sifatlagan ekan. Liman apandining tushuntirishicha, agar Tavrat bilan ibodatxonasi bo'lmagan bo'lsa, yahudiylar allabirun yo'qolib ketgan bo'ladi. 2000 yillik sarsonlik yahudiylarni turli irqqa aralashtiribdi, lekin ular yahudiy engi bo'yicha mavjud bo'lib keldi. Jungoliklar bo'lsa, izchil madaniyat kengayishida o'zlarini idora qilgan boshqa millatlarni o'ziga singdirib, o'z turkumiga aylantirdi. Aqida xohishida chilliq, yaxshilik va go'zallikni hammadan ustun qo'yish gavdalandi. Tavrat va Injildagi payg'ambarlarning mushaqqatli kechirmishlarida har qanday badal to'lashga qaramay haqni istash ro'yi ifodalangan. Liman apandi yuqorqi 3 millatni silishtirib kelib, ularning simvollik farqini tilga oladi. Uning qarashicha, jungoliklarning simvoli Xanzo yiziqi, yahudiylarning simvoli Tavrat, inglizlarning simvoli til, ingliz tili ekan. Bu yerda biroz mutlaqlashtirib o'tish bor. Chunki til, yiziq va din ko'p holda nurg'un millatning simvoli bo'lib qolmay, balki jon tomiri bo'lib qoladi. Bir qism alayli mazgilda ba'zi millatlarda o'zlarining e'tiqodi va til, yiziq orqali o'zlarining farqini saqlab qoladi. Albatta, jungoliklarning huquq millati, inglizlarning bozor millati, yahudiylarning e'tiqod aqida millati deb mutlaq kesib aytqil bo'lmaydi. Chunki huquq, iqtisod va e'tiqodni barliq inson turkumi uchun aytganda muqarrar intildigan va muqarrar ifodalanadigan kategoriya deyishga bo'ladi. O'zni qo'g'dash siyosiy, o'zni qamdash iqtisod, o'zni atash din.
İnsan təbiətində təbii ehtiyaclardır. Şoňa ularni qandaqdır ma'lum bir millatga taalluq qilib qo'yish bir taraflamalikdir. Vaqti kelganda har qanday millat bozor millatidir. Har qanday millat huquq millatidir. Har qanday millat e'tiqod millatidir. Masala faqat siyosiy, ijtimoiy muhitning shu xil iqtidorini qo'zg'atishida. Liman apandini belgilik tarixiy sharoitda maydonga chiqqan milliy taqdir, milliy xoslik, milliy xarakterini nazarga ilib turib, ularni yakunlab ko'rsatdi deb tushunsak muvofiq bo'ladi. Bir millat ma'lum bir tarixiy bosqichda belgilik milliy xarakterini gavdalik namoyon qilish bilan birga boshqa yushrin xususiyatlarni saqlaydi. Aşı yushrin taraflar gavdalik taraflar uchun xizmat qiladi. Masalan, kishilar Uyg'urlarni naqsh usul millati deb sifatlashga odatlanib ketishgan. Amaliyotda buning hozirgi tarixning xohish tarafidan yuklangan sifat deyishga bo'ladi. Garchi bu millat naqsh usul millati deyilsa-mu, naqsh usulchilari asosan milliy sahna, restoran va bazmxonalardan oshmadi. San'atchilarimiz bir yarim soatga yetmagan bir qatimliq konsertda o'zbek, turk, hindi, arab, yapon, rus, ingliz qatorliq nurg'un xalqning naqsh usullarini o'rinlamay qolmaydi. Demak, biz naqsh usullarni eksport qilishning o'rniga import qilyapmiz. Bu bizni haqiqiy naqsh usul millat ekanligimizdan gumonlantirdi. Uyg'urlar iqtisodiy millat va ilm-fan millati bo'lish yushrin iqtidori yo'q deb kim ayta oladi va isbotlay oladi? 1995 yılı Profesör Abdüşkür Muhammed Emin Şinjan Medeniyeti jurnalining 1995 yılı 5-6 qo'shma sonida Jipak yo'lda qayta o'ylanish nomli muhokamasini e'lon qilib, asr almish sharpsida millatimizning ijtimoiy madaniy holatiga bir diagnoz qo'yib chiqdi. O nazariy tafakkurimizdagi ojizlikdan nola qilib, biz naqsh usul millati, she'r millat bo'lib qilaverdik. Bu yoqchidan ortiq ximik, tumirchidan ortiqroq fizikalarimiz bo'lmadi degan edi. Abdüşkür Muhammed Emin Efendi dünyadaki milletlerini onların kamalidi ve rekabet iqtidori qarab 3 xilga ayırgan edi. Birinci etnologiyalik millet. Millet buluş şartini umumen hazırlagan türküm. Bularda milli til yazık, xas tarix, ma'rif, örf-odat, adabiyot, din, territoriya bo'lgan bo'ladi. Buni xalqlar o'zlarining ajdodiy madaniyat yildizi va genlariga hissi rishta bog'lagan bo'ladi. Millatning iftixori va ar-nomusiga chetilgan narsalarga kuchlik hissiyotini ifodalasa-mu, aqlani tahlil va muhokamaga kelganda ojiz bo'ladi. İkinci ijtimoiy millat. Özünün tabiiy milliyligini o'zaro kuchlik o'rtoqlik, hamdamlik, izchillikqa, boshqalarga nisbatan kuchlik raqobatchilik aylantirgan turkum. Bunday turkumning a'zolari shaxsiy manfaati bilan umumning manfaatini aniq bog'lab, zarur tepilganda umum uchun shaxsiy manfaatidan voz kechadi. Ro'shan qarindoshlik rishtini namoyon qila oladi. Uchinchi siyosiy millat. Yuqori milliy madaniyat, yuqori milliy ong, yuqori uyushchanlik, yuqori ijodchanlik bilan o'z turkumini afzallik erishtirish bilan birga yashash uslubi va ijtimoiy tartib jihatda boshqa turkumlarga ta'sir ko'rsata oladigan turkum. Tuzuk boylik yo'q, kichikkan orol davlati Yaponiyani dunyoning nazariga erishtirgan narsa zodi nima? 2000 yillik sarsonlikdagi yahudiylarni saqlab, milliy davlatga erishtirgan narsa nima? Biz bu ikki millatni siyosiy millat desak bo'ladi. Profesör Abdüşkür Muhammed Emin Yaponlar bilan yahudiylarni tipik siyosiy millat sifatida misolga oladi. Bir millatning qaysi xilga tava bo'lishi o'zgarmas qonun emas. Bir etnologiyalik millat siyosiy millatga aylana olishi mumkin. Bir siyosiy millat o'zining afzallik o'rnidan chekinib ketishi mumkin. Tarix sahnasidagi bosh qahramonlar azaldan beri almashib turgan. Men Şinjan İjtimoiy Fanlar Munbiri jurnalining 2004-yili 1-sonida Jungoning nupuzliq madaniyatshunosi Gan Yang apandining siyosiy millat bo'lishga yuzlanish degan maqolasining uyg'urcha tarjimasini e'lon qilgan edim. Qarasam jamiyatda bu maqola haqida tuzuk inkos bo'lmadi. Shuningga qarab kishilarning aqliy sagaklardan hisoblashga aqlim bormadi. Maqolada avtor uzoq muddat qaloq ojiz holatda yashagan millatning iqtisodiy jihatdan bosh ko'targandan keyingi yomon oqibatdan andish qilgan. Bunday ahvolda jamiyat tabiiy qilishib, ko'p qutublashib, har tarafga chechilish xavfi bor edi. Ganyang siyosiy millat degan nima degan savolni qo'yib, uningga ko'p qutublik va ko'p manbalik ijtimoiy iqtisodiy manfaatni millat bir butunligining siyosiy irodasi va siyosiy uyush kuchi ostida akilalaydigan millatni siyosiy millat deymiz deb javob bergan. O davlat jamiyatshunos Max Weberning qarashlari bo'yicha a'zolari o'rtaq manfaatga qiziqmaydigan, aralashmaydigan yoki aralashishdan sirtida qoldirilgan millatlarni qaloq millat deb tushundirgan. Ilg'or millatlarning a'zolari siyosiy aralashishlar orqali o'zining uzoq muddatlik milliy manfaatiga nisbatan yuksak siyosiy uyushchanlikni yetildirgan bo'ladi. Biz millatlarni ularning ijtimoiy taraqqiyoti bo'yicha turga ayirishning bir qancha ulgusini ko'rdik. Bularga Uyg'ur jamiyatining holidan tatbiqlab ko'rganimizda bunday xulosaga kelamiz. Uyg'urlar e'tiqod millati, lekin asosiy gavdasidan qaraganda angliq e'tiqodchilardan emas. Uyg'urlar an'anaga moyil top, lekin an'anasini tuzuk qizishga muvofiq bo'la olmagan. Uyg'urlar etnologiyalik millat, lekin o'z etnologiyasining falsafiy tasvirini tuzib bo'la olmagan millat. Ularning munosabatini bir-birini angliq qo'llash munosabati degandan ko'ra istixiyalik yo'nalish munosabati degan tuzuk.
Abdüşkür Muhammed Emin bugünkü kunda Uyg'ur milliy turkumining uyush kuchi faqat muqam mashrab til adabiyot to'y to'kin o'lim yetim hit ayamni vosita qilgan oddiy tabiiy etnologiyalik alomatlardan qoldi deydi. U bu gapni aytqaniga dal 15 yil bo'lgan mushu kunlarda bo'lgan bo'lsa nimalarni der edikin? Uyg'ur aholisining bir qadar madaniyatli kerak qismi bo'lgan Urumchi Uyg'urlarining to'ylaridagi tetiqsiz dog'dug'a va hashamatlar kishini kelgusi haqidagi qayg'uli o'ylarga solmay qolmaydi. To'ylar milliy xarakterning suzuk, yorqin kristalliga aylanib, kishilarni tarbiyalash kerak edi. To'ydagi dog'bozlik va isrofchilik darajasi hamma odamni seskandirsa-mu, lekin hech kim bu xil qabohatni isloh qilishga urinib baxmadi. Bu jihatda o'zini ziyoli deydiganlarga o'xshash rol oldi. Davlat qit'a yoki dunyo sahnasida utuq qozonib kelgan bir bokschi mushlashchi birining to'yiga bora olmagan bo'lsa, uning qimmatini hech nima tan qilmaydigan, kechalab tajriba ishlab algi foydasi bor belgilik natija chiqargan olimni so'rinda o'ltirishib bergan ulfatga tan qilmaydigan qimmat qarashlar bizga umumyuzlik yamrab ketgan. Özünün xususiy foydasi, havasi, xumari o'yini bilan bevosita aloqasi bo'lmagan har qanday natijaga e'lon qilmaydigan odamlar ostila umumiy manfaatga ko'ngil bildigan odamlardan son jihatdan mutlaq ko'p bo'lib qolmay, balki ular kundalik ish harakatlarining o'lchamiga aylanib ketganlik. Ular hamisha yo'lliq va haqliq bo'lib ketganlik. Vaholanki tarix bunday qavmga hargiz kulib boqmaydi. Balki bunday qora g'afillarni boshqalarning oyog'i poyandoz qilib berdi. Millat bir ijtimoiy uqum bo'lib, ma'lum ijtimoiy belgini asos qilib ayrishning mahsuli. Insonshunoslar, millatshunoslar va jamiyatshunoslar o'zlarining ilmiy tadqiqot metodi bo'yicha insonlarni turkumlarga ayiradi. Bunday ayrishlar o'z davridagi siyosiy ehtiyojlarning kuch kiritishdan xoli bo'la olmaydi. Sobiq Sovetlar Ittifoqining dastlabki yillaridagi O'rta Osiyo turklarining bir necha millat turkumlariga ayrilishi tamoman tugidek bo'lib boshqarishdan iborat siyosiy ehtiyoj tufaylidan bo'lgan edi. Ko'p holda davlat hukumat qurilmasi o'zini o'z ichiga olgan millatni yasab chiqadi. Asli tabiat yaratgan farq bilan o'xshashlik bor. Kuchliklar zarur tepilsa, azroq farqdan cho'ng ijtimoiy farqni yasaydi. Bu parchalash deyiladi. Kuchliklar yana zarur tepilsa, azroq o'xshashlikdan cho'ng siyosiy birlikni qurib chiqadi. Bu so'mirish deyiladi. Demak, bo'lish bilan qo'shish siyosiy hazmning qonun bo'lib kelgan. Shunga millat degan uqumning gavdasida o'z self bilan o'zgilik, otherness bor bo'lgan bo'lib, hamda irqiy farqlantirish mavjud bo'ladi. Ko'p holda bir millat yana bir millatga baho berganda asal bir taraflam qarash paydo bo'ldi. Bir taraflam qarash prejudice haqida jamiyatshunos John G. McConis ta'bir berib, ma'lum bir turkumga berilgan qatmal adil bo'lmagan baho va hukmdir degan edi. Bunday baholar hech qachon asos bo'lmay turibmi, hamma odamga umumlashgan bo'ldi. Masalan, ular azaldan tirishmaydigan axlat bir nimlar, maktabda o'qisimi baribir degandek. Demak, millatlarning aloyidaligi, xususiyati, taraqqiyot holati haqida chiqarilgan yakunlarda hamon yakun chiqaruvchilarning o'ziga xos xarizi bo'ladi. Shunga u mutlaq haqiqatga barobar emas. Bir insonlar turkumi keltirib bergan reallikni bir insonlar turkumining o'zgartirishni jamiyatlar tarixi hargiz chetga qoqmaydi, balki shartlik holda muayyanlashtiradi. Siyosiy va ilm nupozliqlarining qarashlari tarixning bir mezgillik modus bo'lsa bo'la oladi, lekin mutlaq haqiqat bo'la olishni tayin. Jahon munbiridagi o'ziga va o'ziga hokim xalqlarni ko'rganda kishida tabiiy holda millat haqida savol tug'iladi. Yuqoriqlar inglizlarning milliyatini olgan ta'sirotlarining xurujidan shakllangan ozroq bilimimdir xolos. Ko'zdan aqlga. Shaharda ko'z kerak, jangalda quloq. Uyg'ur xalq maqoli. Menki bir guldan jahon bag'ida buya topmadim. Neylayin qilsa muattar dahrni bo'ston izi. Jahon bag'ida bir atal gulni purashga nisib bo'lmabdi. Shundaq ekan yer yuzi gulzori hidi bilan to'shib ketsimi, menga nima foyda? Alisher Navoiy. Vataningdan yiroq bir yot elga borsang, dastlabki tunlarda vaqt farqiga ko'nalmay uyqung harom bo'ldi deyishdi ekan. Lekin men undaq bo'lmadim. Men rosa uxlabdiman. Vujudimdagi biologiyalik soat meni uyg'otganda tig' sahar edi. Derazdan qarasam, tomning kichikina manzara ko'zimga qarayib ko'rindi. Uyg'onib o'zimning nadiligini bilolmay biroz gangrab ketdim. Tuyg'umdagi Urumchi, Baku bilan London o'zaro yo'g'rilib, makon tuyg'um mujmallashib ketgan edi. Qadramash xiyollar ichida xeyli vaqt qaymoqib yurgandan keyin tomning kichikina uydagi musofir o'zimni tepib oldim. Bir odamning makon tuyg'usining nihoyat muhim ekanligini ashunaq vaqtda ro'shan tunib yetaman. Yangi qo'nalg'uda o'zimning nada ekanligini bilishim bir kunlik faoliyatimning boshlanishi bo'ladi. Nada ekanligini jazm qilmay turib midir qila olmayman. Naga berishingizni va nima ish qilishingizni bilish uchun oldi bilan nada ekanligingizni bilishingiz kerak. Vaholanki kompas yuragingizda bo'lmasa, nada ekanligingizni to'g'ri bilolmay qolasiz. Sərədə tamның uyu timtas, goya neçə yığızlıq, pəştaqlıq boyda mənlə bardək edim. Toğru büdük sular həmmə əzayımını paklap çıxdı. Qoyaşdıq kötürülməyən bu bəyətdə 4 ətrafını iniq pərəqat gelib olmaydı. Tuzatdan bir avaz qulaq tüyümünü caranladı.
Məşriq və Məğrib Allah'nındır. Allah xalığın kişini to'g'ri yo'lga başlaydı. Baqara suresi 142 ayet. Seni çoxum özün yaxtırıdığın qibləyə yüzləndirimiz. Baqara suresi 144 ayet. Hər ümmetning yüz keltiradigan tarafi var. Baqara suresi 148 ayet. Yüz keltiradigan taraf bir qavmning a'zolarini mayli ular qayerda bo'lishidan qat'iy nazar dengizda, havoda, yerda, cheki yo'q jangalda bir gavda holdiga akiladi. Yuzlangan tarafning bir bo'lishi yot bir qavmning qo'ynidagi bir musofirni uning o'z qalbiga mustahkam bog'lab turdi. Irlandiyalik Tomning Angliyadagi uyda taklimakonlik men qalbimdagi antinnani qovun bilan bir qilg'inimda ro'yimdagi musofirlik tuyg'usi birdan g'oyib bo'ldi. Öz qalbim bilan bo'lgan qo'shilish tuyg'usi meni chog' vaqtgacha mug'ish bo'lgan sherin uyquga bo'ldi. Shafaq nuri kichik kiyim ishkabidagi jungo yiziqni yoritganda uyg'onibdiman. Tam bu yiziqlarni tushunamdigando deb o'yladim ichimda. Balkim u bu g'alaydi belgilarni sirliq bir madaniyatning yodgori sifatida bizga qatorida ko'rganda tartibsiz toqatlar xiratek shilikda laylayotgandek bilindi. O'rnimdan turib pastdagi oshxonaga tushdim va oshxona orqali chimliqqa chiqdim. Kuzning sovuq havosi xo'sh yoqqandek qildi. Qip-qizil echilgan ikki tal atirgul shoxning uchiga chimg'ib turadi. Baya darezdan sho'ng'igan shafaq qayergadir g'oyib bo'lib, qo'qishin rangidagi bulutlarning ostida havo so'rin ko'rinadi. Ikki tal atirgulga oftob bo'lmasmi bo'ldigandek qip-qizil julanib billar bilinmas tavrinadi. Mubada ashu ikki tal atirgul bo'lmagan bo'lsa, o'zimni to'nglab ketadigandek o'yladim. Xudoning bandiga bo'lgan rahmati haqiqatan cheksizkan. Ikki tal atirgulga qaragan sari tabiatning mo'jizasidan zo'q elishini xiyildan beri unutib ketganimni his qildim. Pul, boylik, mansab, shon-shuhrat yerismanligi kishilarning tamsasgusini gallashtirib, hayotning ta'mini uqmay yashaydigan qilib qo'ydi. Ular hayotning qimmatini tushunib bo'lguncha doktorxonadan o'rin ilishdi. Ular go'yoki kechada isinish va yo'riqlik ilish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda Alloh o'tning yo'rig'ini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Sura Baqara 17-oyat. Nafsoniyatchilik odamlarni mashinaga, hashamatlik dachiga, oltin va olmoslarga ega qildi. Huquqqimu ega edi, lekin ularni oddiy insonlikdagi halovatdan mahrum qildi. Ishqital adirgul meni zilzilik silg'andek bilindi. Oshxonaga qaytib kirdim. Oshxona biraylan noshliq tayyorlash bilan band edi. "Xayrlik sahar", dedim men. "Xayrlik sahar", dedi u odam menga o'rlib qarab. Har ikkimiz o'zimizni oddiy